Assalomu alaykum barcha muxlislarga. Mana buni o'zimni ikkinchi videomni taqdim etishga, sizlarga havola etishga jur'at qildim, chunki men yana bitta yaxshi pulishli sayt bo'ladigan, daromad olsa bo'ladigan yaxshi bir saytni topdim. Shuni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Agarda o'zlaringizga ishonsangizlar, pullaringizni ko'paytirmoqchi bo'lsangizlar, mana shu saytni sizlarga taklif etaman. Sizga videoni tagida bo'ladi. Bemalol ko'rib registratsiya qilib, hozir sizlarga tushuntirib o'taman. Xo'sh, sayt mana bu Smart Profit sayti. Bu yerda registratsiyadan o'tish qanaqa bo'ladi? Sizlarga tushuntirib ko'rsatib o'taman. Mana bu yerga loginlarni yozasizlar. Masalan, login o'ylab topasizlar. Bu yerga emallaringizni yozasizlar. mail.ru-dagi emallaringizni bu yerda parol o'ylab topasizlar. Bu yerda yana parolni qaytadan yozasizlar. Skype'laringiz bo'lsa Skype yozasizlar, bo'lmasam shart emas Skype. Bu yerda mani ismim chiqib turishi kerak. Taxminan Lochimbek mana chiqib turadi. Agar mani selkam orqali kirsanglar shunaqangi bo'lib turadi. Mana unga soglasiyaga bosib qo'yishlaringiz shart. Mana bu yerga bosib qo'yish shart. Keyin registratsiyani bosasizlar. To'g'ridan-to'g'ri profillaringizga kitasizlar. Men allaqachon bu saytda registratsiya qilib qo'yganman. Men shunchaki tiraman. Mana topdim. Bu saytda qanaqa qilib ishlanadi? Bu saytda mana ko'rsatib o'tib ketaman. Dollar, mana asosiy dollar 6358 ta dollar olgan. Bu yerda masalan sizlar 2 dollar sotasiz. Masalan 1 dollar 2 dollar 84 sent turadi. Ko'proq dollar sotib olish kerak. Qancha ko'p sotib olsangiz shuncha. Masalan 20 dollar sotib olsak 56 dollar bo'lar ekan. 56 dollar 80 sent. Mana bu yerda sotib olish mana Perfect Money'ga avtomatik turadi. Xohlasangizlar paydan talab qilsangiz payga o'tkazasizlar. Bitcoin'dan biz boshqasizlar Bitcoin ishlagan pullaringiz mana bu yerda agar balansingizda pul bo'lsa, balansni bosib qo'yasiz va balansdan ko'p qilishni boshlaysiz. Men o'zim sotib olganman, yaqinda pul ishlashni boshlaydi. Mana 2 dollar 84 sent men to'lab olganman. Mana yaqin orada tezda pul ishlashni boshlaydi bu. Mana bu yozib qo'yibdi. Tekushi prosent 131% to'laydi sizga. Masalan 50 dollar to'labsiz, 50 dollardan ziyod sizga prosent bilan qaytarib beradi. Masalan 100 dollardan ziyod qilib qaytarib beradi sizga. Mana bu yerda to'lagan pulingiz hammasi turadi. Qatnashchilar saytda 510 ta ekan. Hozir bu proyekt yaqinda boshlandi. Unchalik ko'p ishchilar yo'q, lekin bu saytda ko'p kishi yaxshi pul ishlayapti. Mana yaqinda bu saytda registratsiya qildim. Mana 19-sentyabr 2013-yil 15:16da registratsiya qilganman. Hali endi ish boshladim. Hali natijasini ko'ramiz. Sizlar ham registratsiya qilingizlar. Bu saytda silkasi tagida turadi videoni. Keyin yana bir sizlarga maslahat. Agar o'zingiz sayt qidirib bemalol qanaqangi bir yaxshiroq sayt topsam pul ishlashga deb o'zingiz xohishingiz bo'lsa, agar mana bu saytga taklif etaman sizlarni. Bu meni shaxsiy veb-saytim lochimbek9504.for.ru sayti. Bu yerda bu saytni mana organizasiya shaqangi bo'lib ochiladi. Eng pastga tushsangizlar mana bu yerda reklamalar bor. Mana yozib qo'yibdi. Работаем русский сайtda. Russkiy saytda ishlash, masalan, xohlagan o'zingiz tanlaysiz. Bu qaysi saytni bemalol kirib ko'rib, ishonch hosil qilsangiz
keyin ko'rib ishlab o'zingiz mahv etishingiz mumkin. Men aytganim bu birovlarga ishonib, masalan, YouTube'da video ko'rasiz, o'shalarga nima qilib ishonib, ko'p kishi aldayapti hozir. YouTube'da video chiqarib, bunaqangi deb o'zingiz mana shu yerdan kirib, istagan saytni bosib, masalan, mana bu saytga kiramiz. Mayli. odin.ru ekan. Kiramiz, bosamiz ustiga bitta registratsiya qilyapti. Xullas qilib mana shunaqangi kirib saytlarni ko'rasizlar. Mana bu yerda ham yozib qo'yibdi. Bu yerda ham ishlasa bo'ladi. Xullas qilib registratsiya qilib ishlasangiz bo'ladi. Saytni sizlarga tavsiya etaman. O'zimni saytimni silkasi videoni tagida qoldiraman. Kirib eng pastida bo'ladi. Mana bu tag.ru'ning panellari bo'yicha mana yozib qo'yilgan hammasi. Kirsangizlar ko'rasizlar. Mana shundan registratsiya emas, o'zlaringiz kirib tekshirib ko'rib yoqqan saytga registratsiya qilishlaringiz mumkin. Bugungi video darsligimiz tugadi. Tez kunlarda yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.